o'sha kunlar edi. Shahar ko'chalari shovqinli, ammo yuraklar og'ir edi. Har bir eshik ortida sirli qo'rquv yashar, lekin ichkarida haqiqiy olov yonardi. Kitoblar, darsliklar, yangi fikrlar. Ular jadidlar, yoshlarni ma'rifat yo'lida yo'naltirar, bilim olgan qalblarni yoritardi. Ammo shahar chekkalaridan kelgan qorong'u so'zlar va qurollar qo'llarga zulm bilan bilimning nurini sindirishga tayyor edilar. Qat'iy hukm bir kechada o'zgarmas hayotlarni sindirgan, sevgi va umidni bosgan. Har bir yo'l burchagida qochayotgan qo'rquv, har bir hovlida ochiq yig'layotgan yuraklar bu o'sha qatag'onliklarning guvohi edi. Jadidchilik shunchaki bilim emas, u bir umid, bir orzu edi. U o'sha davrning qahramonlari orqali yozgan kitoblar va uyushgan maktablar orqali o'zini namoyon qilgan. Ularni eslash, o'sha zulmni tonglarini esga olish bugun bizga ularning jasorati va nurini anglash imkonini beradi. Ushbu videorolik sizni o'sha zamonning shovqinli ko'chalari, qorong'u hovlilari va bilimning nuriga intilayotgan qalblari bilan yuzma-yuz qilmoqda. Jadidlar va ularning qurbonlari bizning tariximiz, bizning og'ir, ammo ilhom beruvchi xotiramizdir.